Qur'onda ayollar haqida juda ko'p oyatlar bor. Hatto Niso surasi ayollar uchun bag'ishlanadi. Ular ayollarning huquqlari, majburiyatlari, oilaviy hayot, kiyinish, hurmat va odob haqida tushunchalarni o'z ichiga oladi. Quyida ba'zi muhim oyatlarni keltiramiz. Ayollar va erkaklar tengligi. Mo'min erkaklar va mo'min ayollar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Namozni mukammal ado etadilar, zakot beradilar va Allohga va uning payg'ambariga itoat etadilar. Ana o'shalar Alloh ularga rahm qiladi. Albatta Alloh qudratlidir, hikmat egasidir. Tavba surasi 71-oyat. Nikoh va oilaviy hayot. Sizlar bilan tinch totuv yashashlari uchun sizlarga o'zlaringizdan juftlar yaratib, orangizda muhabbat va rahmat paydo etilgani ham uning oyatlaridandir. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun oyatlar bordir. Rum surasi 21-oyat. Ayollarni hurmat qilish va ularga yaxshi muomala qilish. Ayollaringiz bilan go'zal muomalada bo'ling. Agar ularni yomon ko'rsangiz ham, ehtimol Alloh sizlar yoqtirmagan narsada ko'p yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin. Niso surasi 19-oyat. Ayollarning erlar oldidagi majburiyatlari. Erkaklar ayollar ustidan himoyachi va boshliqdirlar. Chunki Alloh ulardan birini, erkakni, ikkinchisidan, ayoldan ustun qilgan va erkaklar mol dunyolaridan sarf qiladilar. Niso surasi 34-oyat. Bu oyatda erkaklar oilani himoya qilishi va unga moddiy javobgar bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Hijob va odob haqida. Ey payg'ambar, mo'min ayollarga ayting, ular ko'zlarini yomon narsalardan tiyib, hayolarini saqlasinlar va bezaklarini ko'rsatmasinlar. Nur surasi 31-oyat. Ey payg'ambar, ayollaring, qizlaring va mo'minalarning ayollariga ayting. O'zlariga jilboblarini, yuzlarining ko'p qismini yopadigan kiyim tashlasinlar. Shu ularga e'tirof etilishlari va ozor berilmasliklari uchun eng yaqin yo'ldir. Ahzob surasi 59-oyat. Bu oyatlar ayollarga poklik va hayo bilan yurishni tavsiya qiladi. Farzand tarbiyasi va onalikning ulug'ligi. Biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni vasiyat qildik. Onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan homiladorlikda, so'ng emizishda ko'tardi. Uning emizishi ajrashi 2 yilda bo'ldi. Shuning uchun menga va ota-onangga shukr qil. Qaytish faqat menga bo'lur. Luqmon surasi 14-oyat. Bu oyatda onaning mehnati va sharafi yuksak ekanligi ta'kidlangan. Xulosa. Qur'onda ayollar yuksak maqomda ekanligi, ularning huquqlari, sha'ni, oilaviy mas'uliyati va jamiyatdagi o'rni haqida ko'plab oyatlar bor. Erkaklar va ayollar bir-birini to'ldiruvchi bo'lib, Alloh taolo har ikkisiga ham adolat va muhabbat bilan munosabatda bo'lishni buyurgan.